Assalomu alaykum. Meni ismim Ilhom. Bu videoda men chin ma'noda maqtanaman. Hozirgi kungacha erishgan yutuqlarimni, ko'nik va malakamni sizlarga aytib beraman. Bu nima uchun kerak desanglar, o'zi meni kuzatishga arziydimi, men qilgan kontentlarni ko'rishga arziydimi yoki yo'qligini bilib olishingizga yordam beradi degan umiddaman. Boshidan boshlasak, men 2018-yildan 2020-yilgacha elektronika va radiotexnika bilan shug'ullanganman. Buni isbotlaydigan quyidagi sertifikatlar va guvohnomalarim ham mavjud. 2019-yildan 2020-yilgacha 1 yil mobaynida to'liq radiotexnika ustaxonasida usta yordamchisi bo'lib ishlaganman. U yerda maishiy texnikalarni remont qilish bilan shug'ullanardim. 2020-yildan boshlab o'zim robot texnika sohasiga qiziqa boshladim va shu sohada rivojlanish borligini ko'rib, robot texnika yo'nalishiga o'tib ketdim. 2020-yildan hozirga qadar robot texnikada turli xil juda ko'plab musobaqalarda qatnashganman. Juda ko'p O'zbekiston chempionatlarida chempion bo'lganman. Ularni barchasini isbotlarini quyidagi sertifikat va diplomlarda ko'rishlaring mumkin. Men eng ko'p maqtanadigan narsa robot texnikada 2020-yilda xalqaro, ya'ni o'zi Rossiyaga tegishli bo'lgan robottrack.ru saytida bizni jamoa haqida, ya'ni aynan men haqimda ham maqola chiqqan. O'sha paytgacha ham va hozirgi kungacha ham u saytda birorta o'zbek jamoalari yoki o'zbekistonlik odam haqida maqola chiqmagan. Robot texnikada asosiy 3 bo'limdan iborat. Bu elektronika, mexanika va dasturlash qismidan oldingi tajribalarimga asoslangan holda men elektronika va mexanikani yaxshi bilardim. Dasturlashda mikrokontrollerlarga dastur tuzardik, ammo ushbu robotlarni sun'iy intellekt yordamida ishlatish yoki qandaydir veb platformalar yoki dasturlar bilan integratsiya qilishda muammolar bo'lardi. Ammo keyinchalik esa shu sohani ham o'rganishga qiziqib bordim va veb dasturlashga kirib ketdim. Backend dasturlashga kirib ketdim. Backend dasturlashda ham turli xil kurslar o'qidim. O'zim shaxsiy platformalar yaratib ko'rdim. Buni ham isbotlarini ko'rishlaring mumkin. Men olgan sertifikatlar yoki o'qigan kurslarim, qilgan proyektlarimning namunalarida. Keyinchalik backend dasturchi sifatida bir necha buyurtmaga, ya'ni zakazga loyihalar qilib berib, sotib, shu orqali daromad ko'ra boshladim. Undan so'ng esa sun'iy intellekt vositalari rivojlanib ketganligi sababli hozirgi kungacha data science va sun'iy intellekt yo'nalishlariga qiziqa boshladim. Bu borada ham turli xil kurslarni o'qidim. Freelancer, ya'ni yollanma ishchi bo'lib ishladim onlayn va offlayn tarzda. Bundan tashqari ba'zi kompaniyalar bilan kontrakt asosida 5 oylik, 4 oylik kontrakt asosida o'sha kompaniyaga sun'iy intellekt tizimlarini integratsiya qilish bilan shug'ullandim. Ta'lim sohasi, endi o'rganuvchilarga IT sohasini o'qitishda ham biroz tajribaga egaman. Ya'ni 2022-yilda o'sha paytlarda Barkamol avlod bolalar maktabi deb atalardi. O'sha yerda 5 oy davomida robot texnika to'garak rahbari sifatida ishlaganman. Bundan tashqari 2026-yilda Sirdaryo Ichki ishlar vazirligi akademik litseyida ham part time, ya'ni vaqtinchalik bandlik bilan robot texnika va dasturlash mashg'ulot rahbari sifatida faoliyat olib boraman. Bu freelancerlik faoliyatimdan tashqari, ya'ni dasturchilik faoliyatimdan tashqari shu yo'nalishda ham ishlayman. Deyarli barcha faoliyatimni birlashtirsak, men avval radiotexnika va elektronika bilan shug'ullandim. Bu borada ham ta'lim olgan, sertifikatlarim, ham qilgan real ishlarimni ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari radiotexnika va elektronikadan keyin robot texnika bilan shug'ullana boshladim va bu borada ham ishlab mablag' topdim, ya'ni real loyihalar qilganman. Shunchaki o'rganib qolib bo'ldi emas. Undan keyin esa hozirgacha AI ML developer sifatida faoliyatimni olib boryapman. Ya'ni sun'iy intellekt yaratish yoki tayyor sun'iy intellektlarni integratsiya qilish bilan shug'ullanaman. Ushbu ilmni o'zim bilan olib ketish emas, balki inshaalloh kimgadir qoldirish yoki kimgadir manfaat keltirish maqsadida o'zim bilgan ba'zi narsalarni, ya'ni haddim yetgancha o'rgatishga yoki kimgadir shu borada yordam berishga harakat qilmoqchiman. Men sizlarni vaqtlaringni sarflashlaringga yoki qanchadir miqdorda vaqtlaringni ajratishlaringga qo'pol qilib aytganda arzishimni ko'rsatish yoki bildirish uchun ushbu videorolikni tayyorladim. Ushbu videoda ajratgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar degan umiddaman. Agar video manfaatli yoki foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz, do'stlaringiz yoki umuman IT sohasiga qiziqadigan tanishlaringizga videoni ulashsangiz xursand bo'lardim. Hammaga rahmat.